2026 Chevrolet Labo yangi avlod modeli ixcham yuk mashinasi segmentida yanada zamonaviy ko'rinish va takomillashtirilgan texnik imkoniyatlar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model kichik biznes egalari, yetkazib berish xizmati va shahar ichida faol harakat qiluvchi tadbirkorlar uchun ideal tanlov bo'lib xizmat qiladi. 2026 Chevrolet Labo tashqi dizaynida yangilangan radiator panjarasi, zamonaviy faralar va mustahkam kuzov konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Avtomobilning ixcham o'lchamlari tor ko'chalarda ham oson boshqaruv imkonini beradi va parkovka jarayonini yengillashtiradi. Yangi model butun 8 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, u tejamkor yoqilg'i sarfi va barqaror ishlash ko'rsatkichlarini taqdim etadi. Dvigatel 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi bilan uyg'unlashgan va yuk bilan harakatlanishda ham ishonchli tortish kuchini beradi. 2026 Chevrolet Labo yoqilg'i samaradorligi jihatidan o'z sinfida yetakchi bo'lib, kundalik tijorat faoliyati uchun iqtisodiy yechim hisoblanadi. Shuningdek, avtomobilning yuk ko'tarish sigimi mustahkam shassi asosida yaxshilangan bo'lib, og'ir yuklarni xavfsiz tashish imkonini beradi. Salon qismi oddiy va funksional uslubda ishlab chiqilgan. Haydovchi o'rindiga qulay joylashgan bo'lib, boshqaruv paneli ergonomik tarzda tuzilgan. Yangilangan asboblar paneli haydovchiga barcha zarur ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Konditsioner tizimi, zamonaviy audio tizim va qulay saqlash joylari kundalik foydalanish jarayonini yanada yengillashtiradi. 2026 Chevrolet Labo modeli xavfsizlik jihatidan ham takomillashtirilgan bo'lib, kuchaytirilgan tormoz tizimi va barqarorlikni ta'minlovchi konstruksiya bilan jihozlangan. Yangi Chevrolet Labo 2026 modeli yuk tashish samaradorligini oshirish maqsadida keng yuk platformasiga ega. Orqa bortning qulay ochilishi yuk ortish va tushirish jarayonini tezlashtiradi. Mustahkam osma tizimi notekis yo'llarda ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Shahar sharoitida harakatlanish uchun moslashtirilgan rul.